qiling ha. Yaxshi. Soch soqolingni to'g'rilab yursang bo'lmaydi-ku. Ahvolingga qara. Nima qildi ahvolim? Normalniy ahvolim. Yur ketdi, zo'r joyga olib boraman. Bormayman. Men sen aytayotgan eshikka narx beradi. Bormayman. Zo'r joy, yur ketdi. Qimmat bo'lsa ham to'laysan. To'layman men, yur ketdi. Gapmi? Javob. Javob, yur ketdi. Yurmayman. Yurmayman bunaqa. Shu ketdi. Ay, ker, uyaltirma, ker. Aqllilik qilmasang ahvol. Здрасте. Хотели постричься? Да, хотели постричься. Можно прайс? Да, конечно. Давайте ознакомлю вас с прайсом. Короче. Qimmat bo'lsa o'zim to'layman deb. Bo'ldi, qiz. Bo'ldi. Можно записать? Да, конечно, идем справить. Sochlaringizga yoniga oq tushibdi, sochlaringiz tepalari sal to'kilibdi, kamroq ekan. Keyin boshingizni ham ancha bo'ldim, jingalliroq ekan, ancha bo'ldim, yuvmaganingizga sal yog'liroq ekan. Nima? Унижение. Men unijat qilishyapman. O'tiring, aka. Bo'ldi, qisib o'tir. bo'ldi. Aka, xotirlamang. Bo'ldi. Bering, cho'tki qilib. Aka, mana mo'ykali ham qimmat joydan zakaz qilganmiz, spetsialniy bizani barbershopga yasab berishgan. Shampunlarimiz 870 ming so'm turadi, mana shu Nok firmaniki. Qancha? 870 ming so'm. O'tir, jim bo'ldi. Men to'layman deb. Это ваша кофе. Siz bo'ladi. Men ko'cha olib kelishdi. Ichur. Bu telefonda emas, qara. Bilaman. Bo'ldi, ichur. Men to'layman deb. Bo'lib ketadi-yu. Men to'layman, xotir ol, ichursinchi. Sen to'laysan. Yo, aka, bu kerak emas, lekin ko'payib ketyapti. Aka, qimmat bo'lib ketadi. o'rtog'ingiz to'layman deyaptilar-ku. Ochib ketmadi. Chiqib ketmadi. Yo'q, shu yerda o'rna turib. Qarab turing-da. Bo'ldi. Sepuring. Bo'ldi, aka. Abdush. Qarab qimmat bo'lib ketmadimi? Qimmat emas. Bo'ldi. Qancha to'laysan shunda? Qancha bo'ldi? 200 тысяч. 1 million 200 ming dedi. Ko'rding? Qimmat. 1 million 200 emas. 200 ming dedi. Qancha? Shu hammasi 200 ming bo'ldi. Mana shu hammasi 200 mingmi? Da, hammasi 200 ming. Anu ko'fini qilib beringlar, kapuchino. Trivadon qilib xalturit qilmanglar, men sizlarni bilaman. Bax aka, UFC'ni yoqing, PlayStation o'ynaymiz. Chiq.